Mehmandorchilik sababidan nafli ro'zani buzib o'tish. Savol. Assalomu alaykum. Men nafli ro'zani tutishni o'zimga odat qilgan edim. Ba'zi so'rovlarga nafli ro'za tutgan kunim to'g'ri kelib qoldi. Ba'zi chaqda men ro'zdor edim dedim. Ammo riya bo'lib qolmaslik uchun so'rinda bir narsa yeyaversam bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlarga, ashabillarga, u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Nafli ro'za tutishning fazilati haqida ko'p hadislar kelgan. Masalan, Sahil raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Jannatda Rayyan deb ataladigan bir eshik bor bo'lib, qiyomat kuni u eshikdan faqat ro'za tutquchilarla kiradi. U eshikdan ulardan boshqasi kirmaydi. Ro'za tutquchilar qayerda deyilsa, ular o'rinlaridan turishadi-da, u eshikdan ulardan boshqa hech kim kirmaydi. Ro'za tutquchilar kirib bo'lganda eshik taqilib, uningdan boshqa hech kim kirmaydi. Abu Said raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini angladim. Kimiki Alloh yo'lida jihad qilayotganda bir kun ro'za tutsa, Allohning uning yuzini do'zaxdan 70 yil yiroqlashtirib etadi. Nafli ro'za deganimizdan farz yoki vojib bo'lmagan ro'za maqsad qilingan bo'lib, buning ichiga sunnat, mustahab va targ'ib qilingan barliq ro'zalar kiradi. Nafli ro'za tutgan kishi mehmondorchilik so'rovlariga taklif qilinib qolsa, ahvolga qarab tuvandagi 3 ishning birini tanlasa bo'ladi. Birinchisi, mehmondorchilikqa barmay o'zir aytib ro'zasini tutaverish. Imom Ibn Hajar aytadi: Chaqirilg'uchi o'zir aytsa, sohibxonagami uning kelib tamoq yemay ketishi ig'ir kelganlik uchun yoki boshqa sabab uchun uning o'zirsini qabul qilsa, bu uning barmaslik uchun o'zir hisoblanadi. Hadisda biringlar ro'zdor holatda tamoqqa chaqirilsa, men ro'zdor desin deyilgan. Imom Abu Bakr al-Jassas aytadi: Bu hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nafl ro'za tutgan kishi bilan farz ro'za tutgan kishini ayirmagan. Imom Navaviy aytadi: Bu hadisdagi men ro'zdor desin degan ko'rsatmani o'zir aytish va ahvolini bayon qilish deb tushunamiz. Agar o'zirsini qabul qilib mehmondorchilikqa kelmasligiga ruxsat qilsa, bormasimi bo'ladi. Ruxsat qilmasa, berishi lozim bo'ladi. Ro'za bormaslikqa o'zir bo'la olmaydi. Lekin borsa cho'qim tamoq yeyish kerak emas. Ro'zdorlikqa bir narsa yemasligiga o'zir bo'ladi. Bu ahvolda ro'zdorlikni aytsa riya bo'lmaydi. Chunki olimlarimizning aytishicha, bu hadis yana shuni ko'rsatadiki, biror ehtiyoj bo'lganda namoz va ro'za qatorliq nafli ibodatlarni boshqalarga ko'rsatsa hech gap bo'lmaydi. Ehtiyoj bo'lmaganda yoshirish mustahab. Nafli ibodatlarni yoshirish mustahab bo'lsa-mu, bormasa sohibxonning ko'ngli og'rib qolmaslik uchun bu hadis borolmaydigan mehmonni men ro'zdor deb o'zir aytishga buyurgan. Ikkinchisi, mehmondorchilikqa berib bir narsa yemay ro'zasini tutaverish. Abu Hurayra raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Biringlar tamoqqa chaqirilsa borsin. Agar u ro'zdor bo'lsa, duo qilib qo'ysin. Ro'zdor bo'lmasa, tamoq yesin. Nafi rivoyat qiladi-ki, Ibn Umar raziyallohu anhu to'yga chaqirilsa, ro'zdor bo'lsin yoki bo'lmasin, bormay qo'ymaydi. Ro'zdor bo'lib qolsa, duo qilib barakat tilaydi. Ro'zdor bo'lmasa, tamoq yeydi. Ubaydullah ibn Abi Yazid deydi-ki, atam Abdullah ibn Umar raziyallohu anhumani chaqirgan edi. U kelib o'tirdi. Tamoq keltirildi. Abdullah ibn Umar raziyallohu anhuma qo'lini uzatib, Allohning ismi bilan ilinglar deb bo'libla qo'lini tortib olib, men ro'zdor dedi. Ro'zdor tamoq yemaydigan turib mehmondorchilikqa berishning bir qancha turli foydasi bo'lib, mehmon sohibxonga duo qiladi. Sohibxonmo mehmonning barakatiga erishadi. Mehmon bilan so'rini zinnatlanadi. Mehmonning ko'rsatmalaridan foydalanadi. Ba'zi mehmonlar kelmasa, sohibxonning yuzi tushib ketadigan bo'lsa, mehmonning kelishi buni to'sib qolalaydi. Barmagan taqdirda yuqoriqilar qo'lga kelmaydi. Sohibxon bearam bo'ladi. Uchinchisi, mehmondorchilikqa berib bir narsa yeb ro'zasini buzib etish. Mo'minlarning onasi Aisha raziyallohu anha mundoq deydi: Bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yanimga kirdi va "Yegudek bir narsa bormi?" deb so'radi. Biz yo'q degan edik payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Undaq bo'lsa, men bugun ro'za tutaman dedi. Boshqa bir kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam yanimga kirganda: "Ey Allohning rasuli, hays
xurma, sariqmay va qurutdan hozirlangan tamoq bor degan edim. Keltiring, men atigan nafl ro'za tutib olgan edim, dedi va tamoqdan yedi. Ummu Hani raziyallohu anhadan mundaq rivoyat qilinadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning yanida o'ltiratdim, bir qochida ichimlik keltirildi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam uningdan ichgandan keyin menga sunib berdi. Menmi ichdim. Andin men gunoh qilib soldim. Menga mag'firat tilab qilgan bo'lsalar degan edim. Nima gunoh qildingiz deb so'radi. Ro'zdar turib buni ichib soldim dedim. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qazo ro'zimidi deb so'radi. Yo'q desam, undaqda hech nima bo'lmaydi dedi. Yana bir rivoyatda nafl ro'za tutquchi o'ziga o'zi xo'jadir. Xolisa ro'zasini davomlashtiradi, xolisa ro'zasini buzib o'talaydi degan. İmam Şavkani yuqori hadislar haqida aytadi. Bu hadislar nafl ro'za tutgan kishining ig'iz ochsa bo'libmi, musulmonlardan birasi chaqirgan mehmondorchilikda bo'lsa, ig'iz ochsa joizligini ko'rsatadi. Albatta, mehmondorchilik ro'zdarning nafl ro'zasini buzib o'tishga o'zir bo'la oladi. Buningda ro'zdar sohibxon bo'lsin yoki mehmon bo'lsin o'xshash. Chunki ba'zida sohibxon mehmonining tamoq yemaganligidan ko'nglim bo'lishi, bearam bo'lishi mumkin. Ba'zida mehmon sohibxonning uning bilan birga tamoq yemaganligidan ko'nglim bo'lishi yoki bearam bo'lishi mumkin. Tuvandagi bu hadismi shuni ko'rsatadi. Abu Juhayfa raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Salman bilan Abu Dardani qarindosh qilib qo'ygan edi. Salman Abu Dardani yo'qlab kelib, Abu Dardaning ayoli Ummu Dardaning kiyinishda o'zini tashlayotganligini ko'rib, Ummu Dardaga "Nima bu turqingiz?" degan edi. Ummu Darda "Qarindoshingiz Abu Dardaning dunyoga hojati yo'q" dedi. Andin Abu Darda kelib Salmonga taom rasladi. Salman Abu Dardaga "Senmi yegin?" deganda, Abu Darda "Men ro'za tutib olgan, sen yegin" dedi. Salman "Sen yemiguncha menmi yemayman" degan edi. Abu Darda yedi. Kechining avvalida Abu Darda turmoqchi bo'lgan edi. Salman "Uxla" dedi. Abu Darda uxladi. Sal turib Abu Darda yana turmoqchi bo'ldi. Salman "Uxla" dedi. Kechining oxiri bo'lganda Salman "Endi tur" dedi. Ikkisi namoz o'qib bo'lganda Salman uningga "Rabbiningmi senda haqqi bor, nafsingingmi senda haqqi bor, ahlingingmi senda haqqi bor. Shunga har bir haq egisiga o'z haqqini berishing kerak" dedi. Abu Darda Rasulullohning yoniga kelib bu ahvolni so'zlab bergan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam "Salman rost aytibdi" dedi. Yuqori hadisda Salman radhiyallohu anhu Abu Darda radhiyallohu anhuga mehmon edi. Uning ching turib olishi natijasida sohibxon Abu Darda radhiyallohu anhu nafl ro'zasidan ig'iz ichayotgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu voqeadan voqif bo'lgandan keyin Salman rost aytibdi deb Salman radhiyallohu anhuning qilganini to'g'ri topgan. Xarasha ibnul Hur aytadi. Biz Ibn Umar radhiyallohu anhuma huzurida edik, oldiga tamoq keltirilgan edi. U so'rindiklariga "Yanglar" dedi. Ularning har biri "Men ro'zdar" deb turib olgan edi. U ularning ig'iz echib o'tishini talab qilib turib olib, oxiri ular ig'iz echib o'tishdi. Ada deydi. Men Salman ibn Musadan burun kishilar mehmonlar uchun ig'iz echib o'tamdi deb so'rasam, u "Ha" degan. Hasan Basri ro'zdar kishining uyiga mehmon kelib qolsa, ig'iz echib o'tib, o'rniga bir kun qazosini tutib olishga ruxsat qiladi. Yuqorqilardan nafl ro'za tutgan kishining mehmondorchilik sababidan ig'iz echib o'tishga ruxsat borligi, ahvolga qarab 3 ishdan eng munosib birini tanlash imkoniyati borligi ma'lum bo'ldi. Imom Ibn Taymiya aytadi: "Eng muvofiq qarash shuki, ro'zdar holati to'yga borsa, agar tamoqqa ig'iz tegmasa, sohibxonning ko'ngli yerim bo'ladigan bo'lsa, tamoqni yegini afzal. Sohibxonning ko'ngli yerim bo'lmaydigan bo'lsa, ro'zasini tamomligini afzal. Sohibxonmi tamoq yeysizlar deb yemay turib olgan mehmonning ko'ziga kirib olsa bo'lmaydi. Chunki har ikki ish joizdir. Agar ig'iz echib o'tishni tanlagan taqdirda Hanafi va Maliki olimlar qarashi bo'yicha o'rniga bir kun qazosini tutib olishi vojib bo'ladi. Bu qarash kuchli bo'lib, Hazrat Abu Bakr, Umar, Ali, Ibn Abbas, Jabir, Aisha va Ummu Salama radhiyallohu anhulardan, shundaqla Hasan Basri, Said ibn Jubayr qatorliq tabiinlardan rivoyat qilingan. Agar ro'zdar Ramazonning qazosini yoki shuningga o'xshash vojib ro'zani tutayotgan ahvolda mehmondorchilikqa duch kelib qolgan taqdirda ig'iz echib o'tishi harom bo'ladi. Ig'iz echib olsa, bu ishdan tavba qilishi, Allohdan mag'firat tilashi va o'rniga bir kun tutishi vojib bo'ladi. Imom Ibn Qudama aytadi:
Kimiki Ramazonning qazosini tutayotgan yoki muayyan bir kun ro'za tutishni yoki mutlaq bir kun ro'za tutishni nazar qilib tutayotgan yoki kafarat ro'zasi tutayotgan, ya'ni vojib ro'za tutayotgan bo'lsa, u ro'zani buzib o'tish joiz bo'lmaydi. Chunki bu kun uning ro'za tutishi bilan shu kun tutmasa bo'lmaydigan farz ro'za o'rnida bo'lib ketgan. Buningda olimlar o'rtasida qarash o'xshashmasligi yo'q. Vallohu a'lam bis-savob. Eng to'g'risini Alloh bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 42 numurliq fatvo.